Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Keles-Buxo, Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. 1844-sonli kontriga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektarni, ya'ni uzunligi 600 metr, bo'yi esa 400 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinib kelinmoqda. Ko'rib turganingizdek, hosilimizning yarmi ham yig'ishtirib olingan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 25 sotixdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Sardor yashil dalalari, MCH va Istiqbol kooperativ ishlab chiqarishi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 190 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.